Assalomu alaykum do'stlarim, like bo'lsachasan do'stlar, xush kelibsiz bugungi videomizga. Do'stlar, ozgina challengedan charchab, ozgina dam olib, bugun Koreya mahsulotlaridan video olamiz. Bugungi videomizda bitta o'zim bo'lmayman. Hozir Uzbanda komandani chaqiramiz. Bugun Ded Hasan va qo'shlar bilan bugun maza qilib mahsulotlarni tartib ko'ramiz. Bu yerda mahsulotlarda har xil antikvar narsalar bor. O'shaning uchun davay tayyor bo'lsanglar, hamma tayyor. Do'stlar, hali ham yusini qimmatga olib yoki atbilarda aldanib yuribsizlarmi? Men sizlarga samarali ravishda yusini qanday qilib chiqarib olishni o'rgataman. Uning uchun Buldrop yordamga keladi. Do'stlar, bu sayt 5 yildan beri faoliyat olib boradi, bemalol ishonchli do'stlar. Va bu saytda eng zo'r tarafi o'zbekchasi ham chiqqan do'stlar. Va yana bitta qulayliklardan bittasi hisob to'ldirishda ham UzCard humolidan foydalansanglar ham bo'ladi. Va xohlasanglar Visa yoki kriptovalyutalardan ham to'lasanglar bo'ladi. Aytgancha sizlarga Sochi promokodim bor. Uzbanda promokodini tersanglar sizlarga yana дополнительный 20% qo'shiladi balansingizga. Va bu saytga telefondan yoki kompyuterdan kirishinglar ham mumkin. Men hozir telefondan kiraman. Bo'sh do'stlar, saytimizga kirib oldik, telefondan kirib oldim do'stlar. Eng hozir yoqtirgan keyslarimdan bittasini ochaman. Bu Poseidon do'stlar. Mana Poseidon 999 turadi do'stlar. Men hozir do'stlar 5 ta ochib ko'rmoqchiman. Qani nima tushar ekan? Nech pul? 2100. Xo'p, mayli sotamiz. Va yana bitta eng qimmat keyslardan bittasi bor. Hozir bitta risk qilib ko'ramiz. 5000 turadi bu keys. Opa. Nima bu? Qani foyda ko'rimizmi yoki yo'q? Xo'sh, zarar qildik 3000 so'm. Hozir zarar qildik, lekin zararimizni qoplash uchun bull pass ochilgan do'stlar. Bull passdan bemalol foyda qilsanglar bo'ladi. Bu bull pass ochkolardan har xil keyslarni ochib, ochkolar yig'ib, har bitta uryo'lga o'tib, har xil sovg'alar olishinglar mumkin va foydaga kirishinglar mumkin. Xo'sh do'stlar, men sizlar uchun hozir 660 UC chiqaraman do'stlar. Chiqarib olish UC ga bosamiz-da. Xo'sh, mana 1000 ta, hozir 660 UC. Vividga qo'yaman. UC chiqarib olish bo'ldi. UC chiqardik. Bu UCni qanaqa qilib olamiz desanglar, mana shu videomizda kommentariyaga izoh qoldirasizlar. Qancha ko'p izoh bo'lsa, shunchalik shansingiz ko'p bo'ladi va izohingizda oxiri ID'lar bo'lishi kerak va keyingi videoda g'olibimizni aniqlaymiz. Bo'lmasa ketdik. Do'stlar, barcha ma'lumotlarni kommentariyada qoldiraman. Uzbanda promokodi omadli bo'ladi. Xo'sh do'stlar, mana hozir mahsulotlardan birma-bir tanlaymiz. Galmagandan bu yerda hozir taktikalar qilamiz. Galmagandan kim sochini mana buni yegisi kelayotgan bo'lsa, mana shuni oladi. O'shani yeymiz hammamiz. Keyin men misol uchun boshqa narsani tanlab, o'shani hamma yeydi do'stlar. Ko'ramiz. Keyin yegandan keyin hamma kim yoqsa, sochi yaxshi bal, yoqmasa yomon bal, birdan 10 gacha bal beradi. Xo'p, galma-galdan yeymiz, hammani qorni och barincha. Nastroy yomonini qilib kelganmiz deydi. Hozir hammaga aytib qo'yganman, hech kim narsa yeb, yo'q bo'lib kelmas. Chunki yegandan keyin mazasini bilishimiz kerak. Bu yerda biz voshib ko'rmagan. Faqat Instagramda ko'rganmiz, Instagram videolarda ko'rganmiz. Bo'ldi, galma-galdan tanlab yeveramiz. O'zi kim birinchi boshlab beradi, kattalarni keksalik hurmatli. Shunga do'stki. Men buni tanlab beraman, men tanlab. Bo'pti, mana birinchi Hasan tanlab bersa, ikkinchisi siz tanlaysiz, men oxir tanlab beraman. Bo'pti, bo'lmasa. Birinchi sal seriozroq ovqatdan boshlash kerak, chiqillidan emas, hech qachon o'sha sentrdan boshlaymiz. Xo'sh, bu anaqa takoy baliq, tunets deyiladi. Tunets Koreyada tuna deyilar ekan va koreyaliklar maza qilib ovqatlariga qo'shib yeyiladigan taom ekan va biz ham tatib ko'ramiz. Takoy rasmlari ham bor. Konservali, go'shtli, achchiq. Samidlarni chunki Koreyada achchiq. Raqibiyman. Men och berayman. Tanlaga ol. Talinga ol. Xo'sh. Yomonat ekan. To'xta. A few moments later. Nafas to'g'ri olib, mikrofonda qilmasa. O'sha oldi mikrofonni. Sekin. Bizga qarab. Hidi. Takoy lekin hidi. Takoy ani hidga otdi lekin. Tushonkaroq sifatida, tushonkaroq. Ishqi bu pishirish kerak emasmi? Tomatga o'xshaydi qanaqa. Sekin. Sochadi. Aysh hammaga sochiladi. Bo'ldi, joyida. Mana do'stlar. O'qil. Endi mazasini ko'rish kerak. Keyin bizni koreyskiy, yana ham koreyskiy Yana ham koreyskiy bo'lish uchun cho'pchalar olib keldi. Anaqa cho'pchalar deymiz, cho'pchalar. Hamma narsani cho'p deymiz.
Da, hamma narsani cho'p deymiz. Kinolarda Bu ko'rganimizni. atala bo'lib ketgan ekan. Bok qilamiz. Qanaqa? Ko'ra. So'li oqga deydi otdi. Tak, mazasi. Yoqdi bolaga. Achchig'i bo'lsa kerak. Hozir ekan achchig'i yaxshi ko'radi. Takoy. Qani? Takoy ekan. Sabzimi, ha? Tak. U achchiq zo'r ekan lekin. Zo'r achchiq ekan. Yo'q achchiq. Sabzidan yeb ko'ring, o'zimizdan sabzimi yo yog'ni sabzisi? Suv go'shtimi? Achchiq ekan lekin. Sabzidan. Lekin baloni go'sht deb o'ylamayman borib. Lekin bo'ladi. Lekin menga achchig'i zo'r yoqdi, lekin menga vashshi zo'r yoqdi achchig'i. Ana sredina sal teparoq turibdi achchig'i. Men ham tuv deb o'yladim, lekin achchig'i rostdan ham zo'r ekan. Ana balu sifatmas. Qanaqadir balu maza. Bo'ldi. Yedik, To'g'ri, maza qildik. Hammaga yoqdi menimcha. Menga ham yoqdi. Nechi ball? Nechi ball berasan? 1 dan 10 gacha. 8,5 ball. Men 8 beraman. Men 6 beraman. Alloh, past. Следующий. Bo'ldi. To'xtanglar. O'sha yeb oldik-ku. Suv ichish kerak. Chanqab qoladi, chaqadi, chaqadi. O'shaning uchun mana bezatkaz o'chirsiz. Choy ichamiz ham choy. Ular. Mana bu koreyskiy choy ekan. Mana bu imbir, mana bu biliva. Ko'k lekin, ancha ko'k choy. Cholvisanlar, Men ham imbirmada rasmini. napitki, napitki. Jenshen bu, jenshen. Bu jenshay bo'lsa kerak. Jenshi, adashtiryordi aslida, abi jenshi ekan. Xullas, koreyskiy choy ichib ko'ramiz. Azizcha, mazani bilish uchun, misol uni endi polni ichib baho berib, просто qo'yib qo'yamiz, ichib turamiz uni. Jini. U jenshi, mana bu imbir. Qo'lga to'kma faqat. Sekin asta. Xullas, choyimiz tayyor. Mana bu nima edi? Jenshemi? Jenshen. Mana bu jenshenmi? Jenshen Imbir. Bo'ldi, bitta zega ichib, kim nimani ichadi? Birinchi men anaqa imbir ichib ko'raman. San gaj. Jenshen. Qo'ysang, men xubli. Sanmi ichmayapsan shunda? Hop, kirishsalar, keyin aytaman, olmasin. Endi o'zi bizga qazasi ochiq oladi hozir. Yo, xillayga mana buni. Shu nima? Choy-ku. Qanaqa ekan? Qanaqa doriga o'xshaykan bor. Map tashdingizmi? Bu yoqda. Yumshoq choy, lekin hidi bor, ha. Qanaqa To'g'ri hozir ichiga o'chadi. Boqsin mana g'ashinni to'g'ib qolib, menga qarabdi. Sreddidan chaqdi hatto. Anaqa. odam dori ichgan deyapti. Endi bal bo'lsa ham soch o'zidan choydan qo'ymasin bariga. Bu choy ichgandan keyin tansiyon ichgan, molsa yig'ilib. Tanlang, qaysini yeymiz? Qalin tanlab o'tirmiz. Mana tanlab oldim. Yoshlik. Mana mana-da, mana. Achchiq o'xshaydi qanaqa ostri. Game Spice quritilgan lapshaga achchiq preparati solingani. Buni ham koreyaliklar o'zini yoki ovqatiga ham qo'shib yeydi, lekin maydalashga zo'r narsa ekan. Tak, qanaqadir ana lapsha sifatida, ko'rinishi lapsha-da, oching chiqanib ko'raylik. Yoshlikmi yoki adashtir boshqa narsa solib qo'shgan. Burdalar tashladingiz. Ochguncha burdalar otdilar. O, nima ekan? Lapsha, quritilgan lapsha. Takoy. Anaqa shortingina anaqa pripravlar. Sraz bo'lib ko'ramiz. Tayyor bo'lganmi? Nasa, operatorga. 1 2 3 Quruq lapshani yeganday bo'lyapti odam. Lekin achchig'i bor ekan oxirida. Chips emas bu, lapsha xamirni shunaqa quritilgan. Lekin takoy maydalashga zo'r ekan. To'xtaylam. O, achchig'i beryaptilar. Men hammaga mana bu ham yoqdi. Ball beramiz. Bunga necha ball beramiz? 8. Birdan 10gacha 8, xo'p. 8 ball. Men 9 beraman. Men 6 beraman. Mana 6 berdim. Buni yeb bo'lib, bu ham takoy, o'poqsin, karsda ashi zo'r narsa ekan. Xo'p, mencha. Mana. Kartoshka arasi. Bu yerda chips. Koreyskiy original standart chipsi 100% kartoshka bilan qilingan ekan. Koreyaliklar bu chipsni maza qilib yeyishar ekan. Endi karchani bilmayman, original, men hech narsa qo'shilmagan, prosta karchka. Kartoshka artib tashlab qo'yishmagan. Da. Prosta tuz bilan mana shu kartoshkada. O'zingizlar qovurib olasizlar. Normalmi? Chiqib kartoshka oldi. Katta ekan. Tishlab solib qo'yibdi. Qammini qarang, oppoq. Qanaqadir ana sarg'ayib yotmagan emasda. Ketdi. Hamma bittada.
Yupqa. Ha. Bo'g'irsoqni mazasi. Ani yoshlik chipsga o'xshaydi ani. Annaraziydi sotardi. O'sha chipsga o'xshyapti mazasi. Ha, ani paketni sotardi. Bu hozir nostalgiya qolmiz, tipi. Ana yoshlik chipsga o'xshyapti mana shu. Yo'q, bo'g'irsoq emas, ani qush tilini mazasiga. Ya, qushlar ancha sachar ham yo'q. Hop. Chips yedik. Men Hammaga bunga yoqdi. Necha? 6,5 ball qo'yaman. 6,5 ball. 3 beraman. 3 ball beraman. Uncha yoqmadi. Ha, 3 ball. Yirtishadingiz, tiqtishadingiz. Yoshini eslatgani uchun mayli mana 6 ball berdim. Bo'pti. Endi biza qaysi biri odam Chaqadi, chanqadi, короче. Nadir tanla. Boyta rashaq qanotida bor, hech kim tanlamadi, lekin men tanladim. Koreyskiy ko'rsatib qo'y. Koreyskiy chuan-chunchin degan napitka. Rice punch bu napitka yoki alkogol emas. Bu guruch suvi. Koreyaliklar mazza qilib ichadigan suv ekan. Mana Bu bor ekan. do'stlar, mana halal. Chaqasa javada ish qilib. O gazli ekan. Nechta ko'raylik endi. Nima ekan bu? Na, to'ta yo'qadi. Icha. Adiyalar jindirtdilar, cho'ta nimadir bor. Kriza chiqqanlar bor. Qachon mazasiga keldik? Bu tacha mana bu. Rice punch degani bug'doymi nimadir. O'shani Ris degani tipi guruch degani bari. Menimcha guruch suvini icha olsangiz. Ani guruch chayishadi-yu. Guruch chayishadi, suv to'kib o'sha suvlarni. Mana o'sha bitta minus topiladi. Hech kim yoqmadimi? Bo'ldi, necha ball beramiz? Avvalsini davsiga. 2 ball. 2 ball siz. Menda 2 ball. Просто endi chanqoq bosdi kerak ya. Ishlarida suv qolmasa o'shani ichishdi faqat. Nimadir tanlang hozir. Og'iz mazasini ketishingiz kerak. Zo'r bo'lsa kerak deb o'yladim shuni. Sho'r. Men mashinani Instagramda ko'rganman. Koreyadagi eng nordon konfetlardan bittasi. Bu konfet bilan ko'pchilik challenge ham olgan ekan. Kisli bu. Chunki sotuvchi ham Men Instagramda ko'rganman. Bachani kisli deganda buni. Konfet bu. Mana konfet. Yo'q, mencha Instagramda ko'rganman-da. Agar qara, Instagramda ana shu videolar chiqsa, challenge qilamiz. Kim hozir shunaqa og'ziga tiqib, shimib reaksiya berorsa, o'sha pul to'laydi avval. Davay ketdi. Salafan bu. Bo'ldi. Mana. Da. Ko'kka ko'taramiz. Bo'ldi. 1, 2, 3. Shuvasmi? Lekin. Ishlab ko'rmoqchiman. Shunday. Instagramda Yo'q. qars qildi o'zi ya. Yo'q, mana Unaqa emas ekan. video chiqib qolsa qo'yga mana hozir chiqib ko'radigan ani xalq aldirgan короче internetda. Mana shu xuddi mana shunaqani ko'rgan bitta solib mana qilib qitishgan vashshi bo'lsa kerak edi. Aldashgan короче, aldashgan. Bo'pti, necha ball beramiz? Shundan gapiringlar. 1 ball men aldashdim necha ball. 2 beraman. 4 ball mayli. Shimishli takoy ekan, lekin bunaqa Endi men reaksiya uchun oldim men bu. Vashshi deb o'yladim, lekin vashshi emas ekan. Allash. men buni tanladimmi? Mashina hozir yeb ko'ramiz. Buldak bu Koreyada eng mashhur ramyonlardan bittasi bo'lib, koreyslarning eng mashhur va sevimli ovqatiga aylangan. Qizil. Taburetga qo'yamiz. Endi hozir 5 minut kutamiz, keyin yeymiz maza qilib. Lapshicha. Sirli bo'lib turibdi. O, zelilarini qaranglar, buni zelilarini. Bo'ldi, galma-galdan yeb ko'ramiz. Davay, qani yeb ko'ramiz. Men boshlab beraman. Achchiq lekin. Terlatadi. Qizarasiz. Qo'y. Battarash toradi-yu. Yo'q, hozir. Hammasini yig'ishtiradi-yu. Zikkiga qoldi. Qizil bo'ldi. Xo'shlar. Cholib. Bo'ldi, bundaga keldim-da. Mana tugamayapti, ko'zlarimdan yoshib ketdi. Endi mazasi qalay hozir? Achchig'i mayli, achchiq. Men arzgicha edi-ku. Buni hozir optimiga pol bitta odam bersa, lekin yig'ilataveradi. Bo'pti-da, ball beramiz. Necha 5 ball? ball men, 5 ball. 1dan 10 gacha 5. Siz Men 4 ball beraman.
Menga yoqadi. O'shaning uchun 6. Endi men galimay tanlash. Tanla. Muzeydan nimadir tanla. Mana bu tanlayman. Qulupnay, sutli qulupnay. Anus anaqa ko'rib bo'lish olib men o'zim. Yana bir koreyslarning sevimli ichimligi qulupnayli sut. Buni ichgandan keyin shu sutdan boshqasini ichmaydigan bo'lib qolar ekan odam. Bu boshqacha meva lekin. Sut. Yurtda Bu sut anaqalaydi. Qulupnayli sut. Malako. Anaqa chaqatdingmi? Tako'nni abishni qani? bitta bonusga zo'rg'a chidadim lekin. Zo'ra. Normalda. Qanaqadir neobычный opoqsini. Zo'r ekan lekin. Menga yoqdi. Zo'rmi? Kokteyl takoy. Так. Sutli qulupnaymidi? Qulupnayli sutmi? Ha, qulupnayli sut. Xullas. Etchi, hammaga yoqdi, menga yoqdi. Nechi qancha aytchi? 8 ball. Men 10 beraman. 10 ball. 100 olib ketasiz. 7 ball, 7. Endi osoqtela. Bu qulupnayli. Qovunligi ham bor-da. Ya, u yugurtiradi hozir. Yo, buni aytish kerak lekin. Zigalis, to'da shokolad Shokolad. Anaqa achchig'likni ketkizsam. Kopiko buni shokolad deb o'ylagan deydi. Lekin bu kofeli konfet ekan. Karslar nima o'ylab topmaydi-ya? Koreyskiy shokolad bir yeb ko'raylik endi do'stlar. O'zbekcha shokoladlarni yeyverib jonga tegib, koreyskiydan Dorimi? tabletka bu. Ha, qaranglar, tabletka. Tabletkali shokolad ekan bu. Boqsini, neobычный. Qo'lda. Tipi dori biri, bosh og'riq. Mana Konfetmi bu? Irismi bu? Konfetga o'xshaydi, konfet. Ushtiramiz ham. Katta. Konfet Konfet-ku. bu. Konfet ichkazmas bu. Zo'r ekan. Kofe ichgan deb odam, kofe ichgan deb. Kofe bo'lsa, bu yer zaratdan bitta tash olsa, kofe ichgan deb bo'lar ekan odam. Bu anaqa qog'oz yozmaganmikan? Ana qaynagan suyimda tashab qo'ygan. Aralashtirib kerak bo'lgan narsa. Sizga tashab qo'yib, kofe ichib. Yoqdi menga. Menga ham yoqdi. Necha ball berasiz? Menga ham 10 beraman. 10 ball beraman. Hop, sanchi? Men 7. 9. Bulataligan mani galim. Mana boshimni yabishi ko'rinyapti-da, krevetkali mana. Krevetkali chips. Bu ham Koreyada mashhur ekan. Mazasini bilmadimu, koreysa lekin maza qilib yirkan. Do'stlar, krevetkali chips yeb ko'ramiz mana shuni. Ko'ramiz krevetkani mazasi keladi. Krevetka mazasini bilasizmi o'zi? Men yemaganman. Mana janob bildiyu krevetka mazasi. Krevetkali chips yeb ko'rganman. Sal hidi, sal berib qo'yarkan lekin. Nimadir buyummi? G'alatimi? Kofedagi. Sal. Bu hidni mazasi kelyapti. Achchig'iga kamga. Aytmanga. Keyin bilmoqman. Krevetkani mazasi keldi lekin. Sen bilasan krevetka mazasini? Bunaqa operatorimiz krevetka mazasini bilar ekan. Buchani 3-4tadan keyin bo'ldi, yetib kelar ekan odam yeb. Ko'p yo'q. Ko'p yeyolmaydi. Hammasini tugata olmaysiz. Necha ball beramiz? Shundan gapiraylik. 3 ball. Men ham 3 beraman. 3 ball, mendan ham 3 ball. Menchi qutqarayman. Qutqaraman. Menga do'stlar mana naprigat qilayotgani qanaqa mana bitta takoy pizzali nimadir ko'rsatdi, bilmayman endi. Pechenyali chips Koreyada ommabop ekan. Bu chipslar ayniqsa shu sirligi. Bu menimcha chips emas, chiliga o'xshab ketyapti ko'pincha. Idisha. Oo. Hamma ketdi-da. Ikkita chiqdi kerak Nima? Yo. Ko'rinish neobычный. Tako'nni abishni ko'rinish ana. Tako'nni abishni, shirin qanaqa shirin maziyatda. 8 oldingmi? Ko'pchiliklarcha mana shu chips mana shunaqa qilmaydi. 4 dana. Bittada. Ha, bu chipsimizga necha ball? Menga ham 10 ball beraman. Voy, boqsana bor-ku. 7. 7,5. Chunki chips emas-da bu unchalik pichiniga tortib ketyapti. Shirinligida. Shirinroq. Xullas do'stlar, bu joylarni tezroq o'tkazib ketaman. Ko'rib turganinglardek marmelat yedik. Ekranda chiqadi ko'rinishi. Oddiyroq, uncha vaqt bo'lmagani uchun tezroq skip qildik va keyingisi fitness zalda yuradiganlarni protein batonchiki yeb ko'rdik. Mazasi umuman yo'q. Xullas bunga ham pas ball berdik va ketidan ozgina yaxshi narsa yeymiz deb dumaloq kesilgan piyoz ko'rinishidagi chips yedik. U ancha yaxshi, mazasi ham bor. Xullas bunga yaxshi ball berdik va biz ancha kutgan ovqatga gal keldi.
kimdirlar biladi. Men lekin buni bir marta yemagansiz siz. Ko'rmaganman. Instagramda ko'rganman, Instagramda. Mana o'sha ko'rganman, lekin yeb ko'rmaganmiz. Hozir o'zi mana yeb ko'ramiz mana shuni. Qanaqa ekan? Voy, voy. Tak, buni bundoq to'kamiz. Voy, voy. Bo'ldi. Buni ham xuddi shunaqa mancha 5 minutmi? Ular 5 minut kutamiz, keyin buni ochib yana yeb ko'ramiz. Qanaqa ekan? Xo'sh do'stlar, mana tayyor. Mikrovolovkada isitdik buni. Tako mikrovolovkada isish kerak ekan. Lekin royasi paq etmas. Yeb ko'ramiz bitta. Hamma olsa-da aytsin, o. Iztajagaysiz, qarang. Ke, chiketda. Xamirsupada. Lekin qani mazasi bo'pti. Yo'q, mana mazasi sho'rada. Suvni ichib ko'rmadi va? Ichib ko'ramiz ham suvni. Farqi yo'q. Ichib ko'rish kerak. Qani ichib ko'raylik suvni? Menimcha hamma mazasi suvdadir balkim. Lekin achchig'i bor. Yotmadi. Bezovsiz. Achchig'i bor ekan. Zo'r. Sayradilar. Zo'r. Qaynoq ekan. Mana minus tarafi rasmdagi chiqmas ekan-da, qarang, rasmda такой сочный bo'lib turibdi, lekin ahvoli qaranglar. Ularni necha ball endi beramiz? 3 ball. To'r beraman, xamir yaxshi. Men ham 4 ball berdim. Kattasiga olishdi. Kattasiga. Osil sen ham balandariga osil dedi. Yana kampli. O'ziga faqat kampli gul ekan-da. такой необычный упаковкалada. Упаковкani ichida upakovka. Konfet, marmeladga o'xshaydi. Yumshoq ekan. Ha, yumshoq ekan. Ular mango do'stlar. Ko'ramiz, qarang, mangoni mazasi kelarmikan. O bola, такой необычный. Sap sariqqina. Ha, qani yeb ko'ramiz. Yopishib qolgan lekin. Sal. Nima bu? Suvga o'tmaganmi? So'mmi bu? Va vkusingizga olib tepgansiz-a? Nima berasiz endi? Olib. Yoqmadi menga. So'm maza keldi. Nechi ball? To'r. To'rlar. Nechta? 5 ga tortib. Mana 2 yoqmadi va shu so'm qanaqadir. Bosh zo'r mango kelib, bittada o'zgarib qoldi. 2 ball nimaga ko'rinishida 2 ball. Bitta zvachka qoldi do'stlar. Zvachkani olamiz. Koreyskiy zvachka chaynaymiz endi. Oxiri уже mana hamma narsani yeb bo'lgandan keyin hazm qilamiz. Tak ochilishi ham mana. Qanaqa ekan koreyskiy zvachkalarimiz? Bundoq qilsa tarakanchiga deydi. Ha, qaranglar, taraka. Ehtiyot sekin-sekin tortlaydi. Shokka to'kiradi. Tak ayun anaqasi o'xshash ekan, ko'ziga o'xshaydi. Yozuvlar, endi bilmayman nima yozuv. Ha, siz aytganingizdek. Davay. Ushtiramiz oxirgida. Oxiriga zalaqamizni, ovqatimizni deylik. 1, 2, 3 yetta. Og'irlashib ketdi-ku. Ha. Qatandыр bargan sovun mazasi beryapti ekan. Bitta. Necha ball? 3. 3. Menda 4 ball. Bozor ko'tarishga tozalashga borgansan. Do'stlar, koreyscha mahsulotlarimizni yeb ko'rdik, ta'mini bilib ko'rdik. Endi bizni topganimizni olib kelib yeb ko'rdik. Menimcha sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, barmoqlarni bitta tepaga ko'tarib qo'yamiz va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasa, yana qanaqa mahsulotlarni yeyishimizni xohlaysizlar, kommentariyada yozinglar, davay. Kutamiz. Bo'lmasa, hammalarga xayr, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Yoqdilarga bormoq. Chotki, Zo'r ekan, bor.